Germaniyaning chiroyli manzaralarini ko'rib kelgandan so'ng birinchi manzilimiz bu Mainz Hauptbahnhof, ya'ni markaziy vokzal hisoblanadi. Shu yerdan biz sayohatimizni boshlaymiz. Mainz shahrini birgalikda aylanamiz. Vokzaldan so'ng shahar bo'ylab aylanishimizni boshladik va birinchi manzilimiz Gutenberg muzeyi bo'ldi. U Mainz shahrining markazida joylashgan bo'lib, u 1900-yilda Mainz shahrining aholisi tomonidan tashkil etilgan va yiliga 160 mingdan ko'p sayyohlar bu muzeyga turli xil eksponatlarni ko'rish uchun tashrif buyurishadi. Shahar bo'ylab bir nechta binolarni ko'rish mumkin. Muzeylar, kimdirlar qiziqadigan bo'lsa, san'at uylari va turli xil shunga o'xshash binolarni ko'rib bo'lganingizdan so'ng sizning qarshingizdan Reyn daryosi chiqadi. Reyn daryosi juda ham muhim bo'lgan Germaniyani daryolaridan biri hisoblanadi. U Shveysariyaning Alp tog'laridan boshlanib bir nechta mamlakatlarda kesib o'tadi. O'rtacha uzunligi 1200 kilometr atrofida. U juda ham muhim iqtisodiy bir vosita bo'lishidan tashqari odamlar uchun dam olish joyi ham. Ikki tomonda turli xil odamlar uchun ko'ngilochar tadbirlar, mana shu ovqatlarni o'qishlar, musiqa chalib o'tirgan insonlar, har xil ovqat festivallari va boshqa festivallar, bolakaylar o'ynab yuribdi. Ayniqsa shanba kunlari juda ko'p bo'lar ekan va bu esa qayiqlar turadigan joy, qayiqlar, katerlar, odamlar qayiqlar, katerlar sotib olib shu yerga qo'yishadi yoki shu yerda ijaraga olib oilaviy bir keyingi manzilimiz shahar markazida joylashgan Reyn daryosining yonidagi Volkspark. Bu Volksparkda juda ham turli xildagi daraxtlar, yam-yashil o'rmon misoli joylashgan bo'lib, oralarida yo'laklar tashkil etilgan. Yo'laklarda yursangiz sizni toza havo va chiroyli manzara kutib oladi. Juda ham tavsiya beraman, agar Mainzga keladigan bo'lsangiz, shu parkka kirib biroz aylanishingizni, asablaringiz tinchlanadi, ozgina tabiatni tomosha qilasiz va undan tashqari shuni bildimki, mahalliy aholi ham bu yerni juda ham yaxshi ko'radi, chunki turli xil velosipedlarda oilaviy ko'pchilik aylanib yurishibdi. Tabiatga esa parkda aylanib bo'lganingizdan so'ng esa yo'lingizdan Römisches Bühnentheater degan qadimiy bitta teatr chiqadi. Bu o'sha Mainz vokzaliga qazish ishlari olib borilayotgan vaqtda topilgan qadimiy teatr hisoblanar ekan. Va yana yurishni davom ettirsangiz, bu esa ma'lumotnoma. Yurishni davom ettirsangiz, Mainzning Citadella deb nomlangan bir qasrga ko'zingiz tushadi va qasr yoqalab yursangiz va shunga o'xshash yana bir parklar yo'lingizda chiqadi. Va bunda esa bir noodatiy holatga ko'zim tushdi. Svetofor, velosiped uchun svetofor va keyingi svetoforga esa ajoyib odamchani qo'yishdi. Kameram qanchalik olib olyapti yo'q bilmayman. Kichik odamcha va yashin va alohida velosipedlar uchun ham
svetofor qo'yilgan, yashil bannerda. Shuni ko'rsangiz bo'ladi. Sayrda davom ettirishingiz bilan siz Mainzning Altstadt, ya'ni eski shahar qismiga kirib kelasiz. U yerdagi juda ham ajoyib binolarni va ajoyib fontanlar, turli xil maydonlar, yana undan tashqari gullar bilan bezatilgan joylarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Albatta tavsiya beraman Mainz shahrini piyoda aylanishda. Siz juda ham ko'plab narsalarga duch kelasiz, turli xil magazinlar, tarixga qiziqadiganlar uchun turli xil opera uylari, ulardan bittasini ko'rishingiz mumkin. Teatrlar, muzeylar va shunga o'xshash ko'ngilochar joylar kabilarni uchratasiz. Albatta men uncha tarixga qiziqishim yo'qligi sababli har biriga to'xtalib o'tmadim. Lekin siz tarixga qiziqsangiz, bu juda ham ajoyib imkoniyat. Bir davlatning tarixini, qadriyatlarini o'rganish uchun bemalol ko'rib, aylanib, qiziqib o'qisangiz bo'ladi. Shundan so'ng avtobusda shu Germaniya tabiatini yana tomosha qilib uyga qaytdim. Sizlardan shu ozgina qilgan mehnatimizni baholash maqsadida like bosishingizni, kommentariy yozishingizni yoki kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana ham Germaniya haqida videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Keyingi shahar qaysi shahar bo'lishini kommentlarga yozib qoldiring. O'sha yerga sayohat qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Hammaga katta